Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Luks chorva kuzatuvchilar, mana to'g'lagan qulayliklari qarang, buni qarang endi. Ularni qarang endi, bejirim bo'lganini qarang, ular ko'rsating, u yaqinroq olib kelib. O'n qarang, patnislarni, tozalashlarni, don ishlarini qarang endi. Eng qulay odamlarga qulay bo'lsin, mana bu tuxum qo'ydigan xonalarni qilib qo'yapmiz aka. Razmerlarimiz 2,5 ga 120 bo'ladi. Narxlari 3,300,000 so'm qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavkalar bilan qilib Xudo xolasa dastavka. Luks qilyapsizlar, luks ham aka. To'g'lar ham yayrab yashaydi o'zi ham. Malades, assalomu alaykum. Xudo xolasa, mana yangi qo'yxonalarni mana yana boshladik. Xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Bu necha xona? 2 xonalikmi aka? Bu 2 xonalimiz aka. Yig'ilib sochiladigan bu ham aka. Yig'ilib sochiladi aka. Bu necha razmerlari aka? Xo'p, razmerimiz 1,5 ga 1,5 bo'ladi. Har bir orasi 75 dan bo'lingan bo'ladi, yig'ilib sochiladi, saklanadi. Abdurash aka, ko'pchilik endi o'ylashi mumkin, mana shu qo'yxona qanchada yig'ilib sochiladi? Bir yarim soat, 10 minutlarda yig'ilib sochiladimi aka? 2 minut, uzoq kelsa 3 minutda yig'ib chachib qo'yiladi. Yana 2 minut, 3 minutda terib qo'yamiz. Ya, qo'ysiz. Mana hozir so'z isboti bilan kelinglar valla. Mana uni bitta yig'ib yuboraylik. 2 minutda yig'iladi desiz. To'xtang, soatga qo'yib qo'yamiz. Hozir to'xtang, bitta telefon beringlar, bitta soatga qo'yib qo'yamiz bitta bo'lmasa. Mana telefon. Telefonda soatga qo'yib qo'ying. Nimasi bormi buni? Nima deydi? Sekundometr. Ha, realni uzmagan holatda. Videoni uzmagan holatda. Sekundometr. Bo'ldi. Mana. Shu o'rtasini bosish kerakmi? Startda. O mana sizlar ko'rinish uchun. Hop, hozir mana to'xtaydi. Boshladi mana. Ketdi mana. Xudo xolasa mana ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Qanchada yig'ib bo'lishar ekan. Hozir uyga borgandan keyin ham qiziqda bu, qanchada bu joyiga o'rnatada bo'lsa bo'ladi, o'rnatsa bo'lsa bo'ladi. Shuni Xudo xolasa o'ta qulay, o'ta yengil. 1 minutga borgan ketishdi. Abdurash aka, sizlar tezroq harakat qilib qo'yapsizlar shekilli-da. Yo bo'lsa biz sekundometrimiz sekin ishlayaptimi? Mana ko'ring. Mana qulay va oson, oddiy. Yengil mana. Shuni laboda olib kelib yuklab jo'nataveramiz. Malades. Aka, endi hozir bitta tikan mashinani ko'rsating-da aka endi. Bo'ldi aka. Olib keling. Hozir aytayotdingiz 3 minut, 2 minut, 3 minut deyotdingiz. Hozir o'shani ichida qilib yuborasiz shekilli hammasi. Bo'ldi mana. Mana vaqtimiz ketyapti. Hozir 1 minut, endi 1 minut bo'ldi. Qoyila olmaladi hisoban ekan. O'rtasini hisob qo'yinglar. Xohlagan joyiga ustanovka qilsa bo'ladi, aka? Xudo xolasa, xohlagan joylarga, soya salqin joylarga ustanovka qilib mana pollari ham baquvvat. Mashalloh. 3 ga 9 saksnadan ishlatamiz, xudo xolasa. Pollari ham baquvvat. Mana odam o'zim ham gideta 90 ni yonidami? O'zim bemalol ko'tarib turibdi mana. Ash qo'ylar ham. Bo'lsa manchalik bo'ladi, bitta qo'y. 150 kilo jam bor, 150 kilo atrofida. Mana xudo xolasa bo'ldi. Qaranglar, to'xtataylikmi? Qayerda to'xtadi? Stop. Desa ham mana hozir to'xtatgungacha ancha vaqt o'tdi ko'rdilaring. Hop, 2 minutga deyarli bormadi aka, yig'iz sochish. Bormadimi? Bormadi aka. Hozir batda 3-4 kishi yordam berdi. 2 kishiga 2 minutda chachadi, 2 minutda yig'adi. 2 kishi bo'lsa. Hozir ko'pchiligimiz uchun tez bo'ldi. Ha. Lekin o'sha 2 kishiga bemalol qulay 1-2 minutda yig'ib sochib beradi. O'zi ham bemalol yig'ib bo'ladi. Ko'tarib aqabaqa olib borsa ham soya salqin joylarga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Narxi qancha aka mashina? Narximiz aka, mana shu holatda 2,5 million so'm baho aytyapmiz. Har bir xonasi kletkasiga 1,250,000 so'mdan tushadi. Agar tom qilib beringlar desa, tomiga 500,000 so'm qo'shilib qoladi. Ha, bo'ldi mana malades akalar. Ko'rdilar, 2 xonali qo'yxona. Bu yoqda mana kattalari bor aka. Bu yoqda mana 4 ga 1,5 razmeri. 4 ga 1,5. 4 ga 1,5. Ular ham yig'ilib sochiladi. Mana shu holatda 4,5 million so'm baho aytyapmiz. Nechta qo'y sig'adi aka mashina? 10 tagacha qo'y sig'averadi. 10 ta qo'y sig'averadi. O'rtada bitta berigan o'tkazisi bor aka. 5 tag'ida, 5 ta bag'ida 10 ta qo'y sig'averadi bemalol. Sig'averadi aka. Xudo xolasa yig'ilib sochiladi bular ham. Xo'p, bular qanaqa? Necha pullik aka? Bular nechta ketadi? Bularimiz 6 tagacha qo'y sig'adi. 3 metrli. Razmerimiz 3 metrga 1,5 bo'ladi. 3 metrga 1,5 metr. Bular ham yig'ilib sochiladi. Mana shu holatda
4 million so'm chiqyapti bu. 4 million so'mga qilib beraverasiz. Qilib beramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Aka bu yoqdagilarni ham Bu yoqdagilar o'tiraveraylikchi. Bu yoqdagilar o'tda yuqorida ko'rsatganimizda Aha. 4 metrga 1,5 metrlikdi, tomli variant. Tomli variantda. Yig'ilib sochiladi. Mana tomlari ham ikkiga bo'linadi. Tomlari ham ajraydi, hamma yo'q. Ha, mana har birini raqamlab berilgan. Teriladi, tushadi bemalol. Bu ham o'tda o'sha 5 minutda tayyor bo'ladi. 5 minutda tayyor bo'ladi. Yig'ilib sochilsa 5 minutda tayyor bo'ladi. Katta qo'yg'oni 5 minutda tayyor bo'ladi. Malades. Qiynalib yurishmaydi. Mehnatlarga tomsiz holatda 4,5 million so'm, tomli holatda 5,5 million so'm chiqadi. Bo'ldi joningiz. Shu mehnatlariga bittadan lak bosib, hamma qilib berasizlar, xudo xolasa. Mana hashayxonalarimiz bor. Qanaqasi? Yangiliklar mana. Bu ham aka? Bu ham oxir mana mo'lar, tozalab, bemalol chiqarib, tozalab, yemlar solib, ajoyibdan qilingan ekan. Lislari ham qalindi, mana yerga mana bedalar tashab qo'yib, bemalol. Bunda sochilmas ekanda aka? Yo'q, bu sochilmaydi. Yig'ilib sochilmaydi. Yemlari ham sochilmaydi, aqabaqa bo'lmaydi. O'shani nazarda tutganimda yemlari sochilib ketmas, isrof bo'lmas ekan. Isrof bo'lmaydi. Men yig'ilib sochilishini nima qilibman, lekin o'sha sizning gapingiz bilan to'g'ri kelib ketdi. To'g'ri. Bo'ldi. Narxi necha pul ekan mashina? Bularimiz narxi 1 million 600 ming so'm chiqadi. Nechta qo'ygan mashina? Xo'p, 16 ta qo'yib bemalol yetadi. 16 ta qo'y ketaveradi aka mashina. Bo'ldi. Ayog'ida hali xonaligimizni qo'yxonalarimiz 3 xonaligi. Mana tepasida yig'ilib sochilgan holatda, pastda tayyor holati 3 xonalisi. 3 xonalisi. 3 million 600 ming so'm baho aytyapmiz. 3 million 600 ming so'm. Razmeri 2.30 ga 1,5 bo'ladi. Razmeri 2.30 ga 1,5 metrga. Buni ham o'sha tom bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'm tomiga qo'shilib qoladi. Bo'ldi, tushunarli aka. Xo'p, bular qanaqa? Xo'p, bularimiz 2 metrga 1,5 metrli qo'yxonalarimiz. Bularimiz yig'ilib sochiladi. O'xshi boqiladigan varianti. Mana shu holatda 2 million 800 ming so'm chiqyapti. 2 million 800 ming so'mga qilib berasiz. To'rtta ketaveradi deyapsiz. Ketaveradi to'rtta. Bo'ldi, tushunarli aka. 2 metrli aka. Bu mana hozirgi 2 xonaligimizdami bu ham? Bu o'sha 2 xonali yuqorida yig'ib sochgan 2 xonali qo'yxonamizda mana bu o'shani rangi boshqacha xolos. Bo'ldi. Rangi ochiqroq ekan ko'rdilar. Mana xudo xolasa ikkitadan mana 6 ta qo'y boqiydigan akalarimizga maxsus hozir buni egasi qarab turibdi, 5 ariqqa olib borib beramiz. Bu jup boqaverar ekanda bunda. Jup boqaverashi. 5 ariqda egasi qarab turibdi hozir, zakas bo'lgan, ketadi. Xo'p, bunimizni mana shu holatdagi narxi 4 million 600 ming so'mga ketyapti. 4 million 600 ming so'mga ketyapti. Bo'ldi aka. Bular qanaqa? Bu ham 2 xonali. Bu 2 xonali, faqat farqi yig'ilib sochilmaydi. Bu yig'ilib sochilmaydi. Yig'ilib sochilmaydi. O'rtasida bir yerga o'tkazib olinadi xolos. Narxida razisa bo'ladimi narigimi? Narxida razisa bo'ladi aka. Uylarimiz 2,5 million so'm o'sha holatda bo'lsa, bularimiz 2 million so'mga tayyorlab beramiz. 2 million so'm. Narxi arzonroq chiqadi. Narxi nisbatan arzonroq chiqadi. Farqi faqat yig'ilib sochilmaydi. Shu. Aybi shu yig'ilib sochilmasligida farqi. Bu mana 2 ta qo'yiladi, bu o'xshi boqaydigan holatda yig'ilib sochiladi. Bularimiz 1,5 ga 1,5 bo'ladi razmeri. 1,5 ga 1,5. 1 million 800 ming so'm chiqadi. 1 million 800 ming so'm chiqadi bular. Mana 1,5 ga 1,5, 1 million 800 ming so'm yig'ilib sochiladi deyaptilar. Mana bu yashil qo'yxonalarimizni ko'rsating, mana 2,5 metrli suv idishlarni ko'rsating, alohida yaqinroq olib kelib mana. O'ta niyozchilik, mehr bilan ishlangan mana. Bu vali antikvaridan ekan. Antikvaridan. Mana aytdim, mana mo'nisini bo'shatib, buni aqabaqa katta qo'chqor bo'lib ketadigan bo'lsa, aqabaqa jildirsiz bo'ladigan variantda bo'ladi. Bu katta qo'chqor bo'lganda buni kallasi sig'may qolishi mumkin-da, suv ichgani. Bu kengaytirsa bo'ladi. Buni kengaytirsa bo'ladi. Mana hozircha uzoqroq qatirib yuborishibdi. Mana. Bu 1 minut mana. Mana aytdim, mana bu xolasa teshikka olib qo'ysa kengayadi. Kallasi katta qo'chqorlar ham bemalol suvladi, ichaveradi, qiynalmasdan. Katta qo'chqorlarga ham bo'ladi. Bularimiz razmeri 2,5 ga 1,5 bo'ladi. Narxlarimiz 3,5 million so'm chiqyapti. 3,5 million so'mga chiqyapti. 3,5 million so'm chiqyapti. Bo'ldi. Ittagi tom bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'm tomiga qo'shilib qoladi. Tomiga qo'shilib qoladi. Bo'ldi aka. Xo'p, mana ularni aka mana kattasidan. Eng kattasi mana 5 xonali. Bularimizdan xudo xolasa yig'ilib sochiladi. Mana tepada ko'rsatib berganmiz, yig'ilib sochilgan varianti bu tayyor holatda.
Aha. Bular ham mana har bir xonasi kattalashgan sari narxi nisbatan tushadi. Arzonroq. Har bir xonasiga 1.100.000 so'mdan chiqadi. Ha, narigilar. Narxi 5,5 million so'm bo'ladi. Kichkinalarda ancha 1.250.000, 1.200.000 dan shu atrofida. O'shanaqa chiqyapti. Endi u kattalashgan sari 1.100.000 so'mdan katta olgan yutaverar ekanda. Katta olgan yutaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu yuqorida ko'rsatganimiz yashil qo'yxonamizni boshqacha rangi, rangi boshqachasi. Rangi boshqachasi, razmerlari o'sha 2,5 ga 1,5 o'sha, narxlari ham o'sha 3,5 million so'm chiqyapti. 3,5 million so'm. Bo'ldi. Bu yoqdagilar qanaqa ekan? Hop, bu yoqdagilarimiz mana aka xudo xolasa bu 3 metrga 1,5 metrli yuqorida ko'rsatgan bo'lsa, videoda oldida boshida ko'rsatganmiz 4 million so'mlik varianti. 4 million so'm. Yig'ilib sochilar. Bu mana u 5 xonali bo'lsa, mana unisi 4 xonali. 4 xonali variant. 4 xonali varianti. Razmeri 3 metrga 1,5 metr bo'ladi. Har birining orasi 75 dan bo'lingan bo'ladi. Ularni ko'ringlar. Ularni qo'yib qo'yilgan. Bunimizni narxi 4.800.000 so'm chiqyapti. 4.800.000 so'mga chiqadi. Aha, dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida deyaptilar. Buni ham razmerimiz 2.30 ga 1,5. Bu maxsus zakaz qilingan. Zakazga qilingan narsa. Bu o'zi aslida standart 2,5 metr chiqadi. Lekin joylari shunga yarasha ekan qilib berganmiz, tayyorlab berganmiz. Mana shularni 3.300.000 so'mga tayyorlab berganmiz. 3.300.000 so'mga tayyorlab berdilar. Bo'ldi, tushunarli aka. O yana nimalari bor aka? Xo'p. Endi ko'rganimizda, yuqorida ko'rsatganimizdek mana jodilarimiz bor aka, bu yerda hashaxonamiz bor aka. Jodini ichkariga tiqib yuborishdi mana. Juda bir o'ta serparosat nima bizda. Ana aka, xudo xolasa, jodilar, telefonlar ham tinmayapti. Ana. Mashalloh. Xudo xolasa jodilarni mana bu kesishini ko'rsating ana. Asal sariyodiki qanaqa kelsa bu ham xuddi o'shanaqa kelaveradi. Maza. Jodilarimiz 2 xil narxda bo'ladi, razmeri ham 2 xil bo'ladi. 780.000 so'm kattasi, 680.000 so'm kichkinasi chiqyapti. Mashinasi 680. Bunisi 680.000 so'm chiqyapti. Bo'lmasa hozir hamma mahsulotni aytdi-ya. Xudo xolasa aytdi shekilli, hammasini aytdi. Hamma mahsulotlarni aytdi. Bittadan like qilib, Luks Chorvaga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.